Assalomu alaykum. O'zim ham chiqaman degandim, mana shu songa yetib keldi. Sizlar kutgan kunlar. Sizlar kutgan kunlar keldi va nihoyat. Xo'p, hind kinolarini eng prikolniy joylarini ko'rib, o'zimiz emotsiyalarimizni ko'rsatamiz. Boshladik, qani? Nima qilib? Moldovan kursdoshim bo'lardi Turkiyada. O'sha ham eslatib oldim. Apa o'zini Instagramda paydo qildi. Telefonda paydo qildi. Davito. Dinamiti. Tunni olib, ichiga yutib, chiqib telefonni ichiga kirgizib qo'y shunday. Men xayolimga gapirishga til ojiz endi. Plastik hind kinosi. Ha, tepadan tushib ketadi. Mana yugurib yetib borsa kerak. Shunga o'xshash nimalar Bir dunyo voqea bo'ladi hozir. ko'p aylanadi nimada? Internetda. Oho. Borib choy ichib, kofelarni ichib, kapuchino, hokazo qilib yetib keladi. Qiz tovusga aylanib, yigitni ko'tarib qaytib kirdi xonaga. Baribir fantastika bo'lsa ham saviya bor-a, bizga. Da. Sher. Shu yerda qo'g'irchoqligi bilinib qolibdi. Sher bu urishadi u ham. Yo'lbars degan adashdim. Uchish qanday? Bundoq qanot qo'yib qo'yish kerak edi yo'lbarsga. Nima qilyapti? Necha jasur qiz ekan bu endi. Qayerdan kelgan qiz? Xudo biladi. Bundoq suv ichyapti, qo'yamadi, bundoq. Bir boshdan yeyapti, yaxshi. Hammasini yutib turish kerak-da, do'ldirlarga. Yo'qlikni ham yutib turish kerak, tozalash kerak. Tozalash tarafdorimiz deydi, tozalash. Qanday tozalashni bilmayotgan. Yana yaxshi lifehack-da. Bugun borib hamma dushiydi. Notebooklarni yuvadi. Hali qurishini doriga ilib qo'ysa kerak-a buni? Bilmadim. Может, bilan qurdi. Voy, bu suvga tiqdi rostdan ham. Universitetda bitta kursdoshimiz telefonini nima qilib qo'yganda, qo'llar suv tekkan, yomg'irda qolib ketgan. Keyin mendan fen so'radida, fenni quritganda ishlagan telefon. Bu yerda nima edi? Nokia knopkali. Ular orqasi ochilganda. Knopkali edi. Ventilatorning kuchi. Bo'g'ilib qoldimi? Birinchi yordam berish kerak, sun'iy yordam. Sharfni bir tomon olib tashlasa bo'ladi-ku tomonga. Cheksiz utarib. Yo'qda hech kimni kallasana. 30 ta odam qarab turar ekan. O'ldi anu, o'ldi. Tishi bilan. Voy, sharfni yechsin, ikki tomonlama bo'ladi-ku. Men buncha minut o'tguncha o'lib bo'lardim Bek rostdan ham. 30 ta, ana 30 ta odam hal qila olmagan ishni bitta tish hal qilyapti. Nimaga chiqdi? Chamadon ichiga chiqdi. Chamadon ichiga tushib ketdi. Chamadon ichiga o'zini o'zi kirib qoldi. Yo, depildi chamadonga. Hop, bu erkak olib ketyapti. Men bu odam sevoy odam ko'tarib ketar ekan, lekin his qilmas ekan og'irligini. Etib tashar ekan suvga. Bu chamadon nega suvkali degan qo'shiq qiladi. Shunaqa. Muzikali. Apa chemadonni ichiga qanday sig'di? Men chemadonga sig'mayman, ha? 60 kilogrammli chemadon tushar ekan, basseyn ichiga cho'kmas ekan. Mantiq qayerda? Mantig'i yo'q. Suv ham shimmadi chemadonni. Quruq suzib ketyapti. Yo, o'zaro nima dedi, hindlar mahsuloti zo'r bo'lar ekanda, do'gon. Bo'ldi Hindistondan mahsulot olish kerak ekanda. Ma'nosiz bo'lib, ma'nosiz bo'lsa-chi. Yani nima ham deyapman. Shuncha voqea bo'ldi, endi bunisi bizga qanaqa turib. Ya'ni bu uzib qo'yilgan, menimcha bu aqlli chamadon reklamasi. Ya'ni chamadon shunchalik mustahkamki, даже zamochkasi o'zi yopiladi, aqlli. Suvga chidamli. Shunday. Odam o'lmadi ichida.